Mana 6-qatordan 10-qatorgacha 8 tani aylantirib to'qib chiqdik. Endi birlashtirib tugatamiz. 2 tani bitta qilib, 2 tani bitta qilib qo'limizni yopib olamiz. Endi ipini ichiga uzunroq qilib uzamiz, chunki o'yinchog'imizni qotirib tikishimiz kerak. Chiqarib olamiz. Mana keyingi qo'lchasi ham tayyor. Endi oyoq qismini to'qiymiz. Mana endi bizga yashil ip kerak bo'ladi. Ozginagina yashil ipdan bemalol chiqadi. Birinchi 6 ta pelus to'qiymiz. Ko'p holda 6 ta bilan boshlanadi. O'yinchoqlarda hammasi deyarli boshida 6 ta pelus bilan boshlanadi. 6 ta pelus to'qidim va birlashtiramiz. Endi har bittasiga 2 tadan qilib 12 ta to'qiymiz. Belgilab olamiz boshlagan joyimizni va 12 ta qilib to'qib chiqamiz. Mana 12 ta bo'ldi. Endi 3-qatorimizda bitta to'qiymiz, ko'paytirib, bitta to'qib, ko'paytiramiz. Shunda jami 18 ta petlamiz bo'lishi kerak. Petla deyman. Pelusimiz bo'lishi kerak. On 8 ta pelusimiz bo'ldi. Endi 3 va 5-qatorlarini shunday ko'paytirmasdan aylantirib to'qib chiqamiz. 18 ta pelusimizni. 3, 4, 5-qatorida 18 ta to'qib aylantirib chiqamiz. Xuddi shunaqa qilib aylantirib chiqamiz. Mana biz endi hozir 6-qatoridamiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Mana 5 ta to'qidim. Endi 4 tani qisqartiraman. 1 ta, 2 ta qisqartirdim. 3 ta, 4 ta. Jami 8 ta pelusimiz yo'q bo'ldi hisob. 4 ta bo'ldi. Ya'ni 4 ta qisqartirdim. Endi yana 5 ta to'qiyman. 2, 3, 4, 5. Endi mana xuddi shunday bo'lib oyoqchasi oldi qismi qisqardi. Ya'ni oldida 4 ta qisqartirdim. Mana oyoqchani nimasi chiqdi уже. Endi yana 5 ta to'qiymiz. 1 ta, 2 ta. Biz hozir 7-qatordamiz. Mana ko'rsatib qo'yganman. Ya'ni 5 ta to'qiymiz. 3, 4, 5 ta to'qidim. Endi 2 tani qisqartiraman. Ya'ni des degani qisqartirish, 2 tani qisqartiraman va yana 5 ta pelus to'qiyman.
Mana oyoqchamiz ham tayyor. Endi ichiga sinchifon solamiz. Ichiga sinchifon solamiz. Qancha sinchifon ko'p bo'lsa, ya'ni shuncha chiroyli chiqadi o'yinchog'imiz. Endi oq ipimizni ulaymiz. Oq ipimizni ulab, mana biz hozir 8-qatordamiz. Yaxshilab e'tibor berib qaranglar. Mana o'rtasiga solishimiz kerak kurchogimizni, ya'ni bitta tomoni qolishi kerak. Mana bu joyda o'rtasiga solamiz, pelus to'qiymiz. O'rtasiga solib, shunaqa qilib aylantirib pelus to'qib chiqamiz. O'rtasiga solib, ya'ni bitta tomoni qoladi. Pelusimizni mana oq ipimizni ulab to'qib kelib oldik. Endi aylantirib 2 qator to'qib chiqamiz. 2 qator 12 ta qilib to'qib chiqamiz. Mana xuddi shunaqa qilib 12 ta pelusimizni aylantirib 2 qator to'qib chiqamiz. Mana bir qator aylantirdik. Endi yana bir qator to'qib chiqamiz. Mana 2 ta qator to'qib oldik. Endi bitta qisqartirishimiz kerak. Ya'ni bitta to'qiymiz, qisqartiramiz, bitta to'qib qisqartiramiz. Shunda jami 4 ta qisqarishi kerak. Shunda 8 ta pelusimiz qoladi. Qisqartiryapman. Bitta to'qiymiz, yana qisqartiramiz. Jami 4 ta qisqartirishimiz kerak. Shunda 8 ta nimamiz qoladi. Mana bir qator aylantirib chiqdik. 8 ta qolgandan keyin 12-qatorida endi ikkalasini yopib tugatamiz. Oyoqchasini tugatamiz. Ikkitani bitta qilib, ikkitani bitta qilib, xuddi shunaqa qilib tugatamiz. Mana oyoqchasi tayyor. Ipimizni uzunroq qilib uzamiz, chunki oxirida tikishimiz kerak. Endi mana bu joydan joy tashlab ketgandik. To'qishimiz uchun kurchogimizni ilamiz va xuddi shu joydan kirgizib pelus to'qib chiqamiz. Ya'ni shu joyi chiroyli bo'lib, alohida bo'lib ajralib turishi uchun. Ipimizni orasiga kirgizib to'qib olamiz. Shunda ipi chiqib qolmaydi. Xuddi shunaqa qilib ipini orasiga olib to'qib olamiz. Mana xuddi shunaqa bo'lib chiroyli bo'lib chiqadi. Oyoqchasi ajralib turadi. Aylantirib pelus qilib to'qiymiz.
aylantirib to'qib chiqdik. Ipimiz uzib olamiz. Har doim to'qib bo'lganlaringdan keyin chiqqan ipini orasiga kirgizib, shunaqa qilib o'tkazib yuborsalaring, ipi hech qayerdan chiqib qolmaydi. Buni ham qaranglar, mana ichiga kirgizib yuboramiz. Ya'ni kurchugini shu joydan chiqarib, mana ichiga kirib ketadi va chiqatdan ipi chiqib qolmaydi. Chiroyli bo'lib chiqadi. Mana oyoqchamiz tayyor, keyingisi ham tayyor.